siz nima deysiz bunga? Men xohlayman. Yo'q, xohlashingizni so'ramayapman. Ichki kuch nima deyapti? Biror ishni qilmoqchi bo'lsam, xuddi o'g'il bolalarday dalshi ketishni xohlab qolardim. Ba'zida dadam aytib qo'yardi, oyim hozir ham aytadi, sen o'zi asli o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak edi deb qo'yishadi. Endi ko'pchilik ayollar bizga havas qilib, to'g'ri, bugungi kunda men ilm orqali ko'p narsalarga yetishdim. Maqom, oilaviy munosabatlarda garmoniya hammasi bor, ammo ko'chada ishlaydigan ayollarning eng og'riqli nuqtasi shunda. Yaxshi ustoz avvalo bilimli, samimiy, o'quvchilarga esa kerak paytida qattiqqo'l, ba'zan esa xuddi ota-onasiday mehribon bo'lish kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Matlub obka, podkastimizga xush kelibsiz. Podkastimizni samimiyat deb nomladik. Bu podkastni qilishimizdan maqsadimiz ayollarga ilm ulashish, tafakkur qilishga yordam berish. Podkastimizni birinchi mehmoni siz bo'lasiz. Biz endi sizni yaqindan taniymiz, bilamiz, hurmat qilamiz. Lekin bizni kuzatuvchilar uchun o'zingizni yana bir marta o'zingiz tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Sharipa Matluba. Men 2010-yildan beri o'quvchilari ona til adabiyot fanidan tayyorlayman. Ularni dastlabki tem imtihonlarini tayyorlagan bo'lsak, bugungi kunda milliy sertifikat uchun tayyorlab turibmiz. Rahmat, kasbingizdan baraka toping. Endi sizga bir necha savollar bilan murojaat qilamiz. O'z fikrlaringizni, bilimlaringizdan, hayotiy tajribangizdan kelib chiqib o'rtoqlashsangiz, ayollarga manfaatli bo'lgan bo'lardi. Ustoz bo'lish qarori sizda qachon va qanday paydo bo'lgan? Ya'ni nega ustoz bo'lishni tanladingiz? Bizda o'zi onam ona til adabiyot fani o'qituvchisi. Dadam har kuni ertalab choy ichishga o'tirganimizda aytardi: "Qara, onang ertalab kiyinib ishga ketyapti. Qo'shnilarni qara endi, erta bilan turib u bu yumushlar bilan shug'ullanishyapti. Mabodo sen ham o'qisang, onangday bo'lib o'zingga qarab, har kuni ishga otlanasan. Agar o'qimasang, oddiy ishchi bo'lib qolishing mumkin. Bu esa ayol kishi uchun to'g'ri tanlov emas" deb o'rgatgan. Ammo bilasizmi, jamiyatda erkaklar orasida va balki boshqa ayollar orasida ham ayol kishi ishlamasligi kerak degan bir stereotip o'rnashib qolgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu stereotip sizni fikringizcha qayerdan kelib chiqqan? Ya'ni sizni dadangiz nimadan kelib chiqib sizcha ishla, qara chiroyli bo'lib yurasan dedi va sizningcha nega ba'zi erkaklar buni qabul qilmaydi? Ya'ni ishlamasin, uyda o'tirsin kabilida turishadi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz shunga? Bu savolga siz o'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Endi hozir sizni tushunchangizdan kelib chiqib savol tug'ildi-da menda. Sababi men ayollarni bilaman. Ya'ni hozir siz bizni otam uyda shunday deganingizni ortidan ayollarda umidsizlik paydo bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bilmasdan, to'g'ri, besh qo'l baravar emas. Ana sizni otangiz podдержка qilgan, ishlatgan deyishligi mumkin. Bizni oilada unday emas-da deb umidsizlikka tushishlari mumkin. Men bunga qanday qarayman desangiz, endi to'g'risi men shaxsiy rivojlanish yo'lida, oilaviy muammolar, boshqa paytlari har xil ilmlarga bosh urib ko'rganman, buni bilasiz yaxshi. Va ana shu ilmlarni olgan paytimda hamma narsa o'zimizni fikrlarimizni aksi ekanligini guvohi bo'lganman. Ya'ni ba'zan, misol uchun men o'quvchilarim ham aytishadi, turmush o'rtog'im norozi bo'lyaptilar, o'qishimga qarshilar yoki menga ochib bermoqchi emaslar kabilida gapirishadi. Qo'ying turmush o'rtog'ingizni deyman. Siz nima deysiz bunga? Men xohlayman. Yo'q, xohlashingizni so'ramayapman. Ichki kuch nima deyapti? Qo'rqyapman. O'xshamasachi, bo'lmasachi, oqla olmasamchi, kabilidagi unday bo'lsachi, bunday bo'lsachi, kabilidagi bir keraksiz vasvasali gumonlarni bizga shunchaki ko'rsatib berishadi xolos deb o'ylayman. Ya'ni sizni otangiz, demak, sizni o'zingiz o'ziga ishongan qiz bo'lgansizki, bos mana bormiz deb turib berganlar. Ya'ni qizlarda boshqacha tushuncha paydo bo'lib qolmasin. Men har doim aytamanki o'quvchilarimga, bu hammasi seni ichki qo'rquvlaring, ichki o'zingni ikkilanishlaring, o'zingga topa olmayotgan, to'ldira olmayotgan ishonching hammasi deb tushuntirib berishga harakat qilaman. Shuning uchun sizni fikringizga qiziqqandim. Siz qo'shilasizmi shu fikrga? Haqiqatdan ham o'zim ichimda shu narsa bo'lgan. Biror ishni qilmoqchi bo'lsam, xuddi o'g'il bolalarday dalshi ketishni xohlab qolardim. Ba'zida dadam aytib qo'yardi, oyim hozir ham aytadi, sen o'zi asli o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak edi deb qo'yishadi. To'g'ri. Har bitta ayolga o'zi erkaklik energiyasi ham, ayollik energiyasi ham berilgan deyiladi. Ya'ni ayolga erkaklik energiyasi nima uchun kerak edi deganda, ba'zi hayot sinovlari yoki tashvishlariga tushib qolgan payti ana shu energiyasi
kuchga kirib harakat qilib ayolni shu yo'ldan olib o'tish uchun deb aytiladi va bu balans ba'zi ayollarda buzilib qoladi. Ming afsuski, ba'zi ayollar sizga o'xshab buni normada balansini buzmasdan, endi men sizni juftingiz bilan munosabatingizni ham yaqindan bilganim uchun ana shu erkaklik energiyangizni to'g'ri sarflagansiz, balansini ushlab olgansiz deb hisoblayman. Balansni qayerda buzaman deb ayollar tushunmasligi mumkin. Sizni aytdingiz-ku, ya'ni o'g'il bola bo'lishi kerak edi Matluba deb aytadi dedingiz. Matluba o'g'il bola bo'lishi kerak edi deganda yoki boshqa bir ayol shuni eshitsa, ha, men o'g'il bola bo'lishim kerak edi kabilida erkaklikka o'tib ketishadi. Ya'ni ayollikni batamom tark etib 24 soat ishlab, oilaga e'tibor qaratmasdan balansni buzib qo'yishadi. Lekin men bilgan Matluba buni hammasini ushlab olgan deb hisoblayman, chunki farzandlaringizga berayotgan tarbiyangiz, juftingiz bilan munosabatingiz, oilada nima desa bo'ladi, hamma narsani me'yorida olib borayotganligingizga to'g'risi o'zim ham havas qilaman. Keyingi savolimizga o'tsak, mana siz ustozsiz, to'g'risi siz hozir menga domla ustoz deyapsiz, ammo siz mendan ham oldin chiqqansizda. Misol uchun siz 15 yil bo'lganmi? 15 yil bo'lgan, 15-16 yilcha bo'lib qolgan. Ya'ni baribir hozir agar siz ochila olsangiz, sizni bosib o'tgan yo'lingizda tajribangiz menikidan kuchliroqda. Ana shuning uchun sizni fikringizcha o'zi yaxshi ustoz qanday bo'lishi kerak? Yaxshi ustoz avvalo bilimli, samimiy, o'quvchilarga esa kerak paytida qattiqqo'l, ba'zan esa xuddi ota-onasiday mehribon bo'lishi kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Ko'pchilik menga murojaat qilishadi-da, ustoz o'zi qanday bo'lishi kerak deyshadi. Aytganingizdek, birinchi navbatda bilimli bo'lishi kerak. Masalan, bizni tikuvchilik sohasida ham hali o'zi to'liq bilimga ega bo'lmasdan shogird chiqarishadi. Va sohamiz shunchalik ham rivojlanmay qolgan degan fikrga kelaman. Chunki aytganingizdek, bitta o'sha birinchi fikringiz e'tiborim tortdi, bilimli. Dastlab hamma o'zini bilimini mustahkam qilib, undan so'ng shogird olsa to'g'ri bo'ladi. Shu to'g'ri, eng to'g'ri tanlov bo'ladi shunda. Sizni ustozligingizga norozilik bildirgan o'quvchilaringiz bo'lganmi? Ustozlik, misol uchun siz noto'g'ri qilyapsiz, ya'ni zulm qilib yoki bizni urushmang kabilida xafagarchiliklar tajribangiz davomida bo'lganmi? Ya'ni endi ko'p bo'ladi, masalan, o'quvchilarga mavzularni berib borib, bosim bilan so'raymiz degan paytlarda ota-onalardan ham, o'quvchilardan ham norozilik bo'lib turadi. Shunaqa paytda ularga nima degingiz keladi? Nima degan bo'lardingiz ularga? Sizdan o'rganib olgan anakamni aytaman, ustoz zolim bo'lmasa, shogird olim bo'lmaydi. Halija sizni darajangizda urayotganim yo'qdir deb qo'yaman. To'g'ri. To'g'ri, chunki ota-onamiz ham bizni urushib berishi, xato qilganimizda jerkib qo'yishi mumkin. Ustoz otangdek ulug' degan so'zni ostida menimcha otang ham urushadi, ustoz ham urushganda to'g'ri qabul qil kabilida menimcha otaga tenglashtiriladi deb o'ylayman men ham. Rahmat, ana shunday noto'g'ri tushunadigan ota-onalarga tushunchamizni aytib o'tishimiz kerak edi bu borada. Bizni ana shunday ota-onalar ham kuzatishsa. Keyingi savolimiz, sizningcha inson qachon ko'proq rivojlanadi? Ya'ni hozir ishlayotgan, mehnat qilayotgan ko'p, lekin rivojlana olmayotganlar ko'p. Nimaga bog'liq rivojlanish? Rivojlanish uchun o'zim ilmliman deb to'xtab qolmaslik kerak. To'xtamasdan o'zi ham ilm olaverish kerak deb o'ylayman. Masalan, men o'zim har yili yangi kurs ochganimda dastavval o'zim kursga yozilaman, ilm olaman, keyin uni ulashaman. Har safar uni ustini to'ldirib boraman. Qayerda kamchilikim bo'lsa, uni to'g'rilashga harakat qilaman-da va u jarayonda men ustozni katta kichikligiga qaramayman. Kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham hammasidan o'rganishga harakat qilaman. Zotan shaxsan o'zim sizni shuning uchun hurmat qilaman. Mendan katta bo'lishingizga qaramasdan domla deb turishingiz, ya'ni men sizdan ustozni qanday hurmat qilish kerakligini va qanday sevish kerakligini to'g'risi o'rganaman. Bu uchun sizga rahmat. Demak, inson o'zi bilimini mustahkamlab borsa, to'xtamaydi. Ya'ni sayqallanib boradi. Ilmi usti to'ldirilib boraveradi, sayqallanar ekanda. Ya'ni ko'pchilik hozir adashib qoladi-da, mana bitta kursda o'qidim, bo'ldi, endi bu butun umrga yetadi. Noto'g'ri yo'l deb bilaman. To'g'ri, lekin ko'pchilik hozir shunaqa o'ylaydi-da, masalan, bitta kursni o'qisam, tugadi, bo'ldi, umrimga. Vaholanki bizga yaratganning buyrug'i beshikdan qabrgacha ilm izlaydi. Ba'zi ilmlar bittagina kursda yoki bitta bir yillik umr yo'lida olinadigan ilmlar bo'lmas ekanda. Men ham hozirgi kunda shuni tushunib yetganman. Yurgan joyimdan
o'zi anglasangiz yurgan joyimiz, qadamimiz ilm ekanda, shuni tushunishimiz kerak. Behbudiyni padarkish dramasida aytilgan deb, anaqa payg'ambarimizning so'zlari keltirilgan. Chinga borib bo'lsa ham ilm izlanglar deb. Uzoq masofani ham uzoq deb o'tirmanglar deyilgan deb. Shunaqa gapi bor, Chinga borib bo'lsa. Chinga borib bo'lsa ham ilm oling degan. Hozir mana shu joyning o'zida Chinga borib bo'lsa ham ilm izlanglar degan gap, faraz qiling, mana hozir meni o'zimda anglash paydo qildida, Chinga. Nega endi Xitoymi, Chin? Ha, Chin mamlakat. Xitoyga borib bo'lsa ham degani hozirgi kunda ayollarning ichida bo'lish juda ham kuchli-da. Ya'ni bu diniymi, mana bu psixologik, bu ana unday, mana bunday bo'lib tashashmoqda. Ya'ni bu insonlarni to'g'ri ilmni noto'g'ri ilmdan ajratishdan chalg'itib qo'ymoqda. Hozir sizni tushunchangizdan bildimki, bilimni to'g'ri noto'g'riligini zotan bizga fitratimiz his qildiradi. Ba'zan mana adashmadimmikin, bu bilim dinda bormikin? Ya'ni bizni bitta jihatimiz noto'g'riki, hamma narsani dinga solishtiraverishimizda-da. Din go'zal axloq haqida o'ylab ko'radigan, o'zi din nima haqida? Nega insonlar fanni dinga aralashtirishmoqda? Din go'zal axloq haqida va men hozirgi kunda tushunamanki, go'zal axloq haqidagi har qanday ilm bu to'g'ri ilm. Ya'ni bizga yomon bo'lma, qoralama, xafa bo'lma kabilarni o'rgatayotgan. Ya'ni agar bu ilmni Chin berayotgan bo'lsa ham, demak uni Chinga borib bo'lsa ham o'rganishimiz to'g'ri ekan. Bu uchun sizga rahmat. Buni hali darslarimda yanada kengroq ochib berishga harakat qilaman. Akasini o'ldirib qo'yadi-ku, asli sabab ilmsizlikdan deydi-da. Shuni aytadi, bu ilmsizlikdan shu ishatdi. Agar buni ilmi bo'lganda o'z otasini qotili, ya'ni padarkish bo'lmasa edi. Shundan aka ilm olish kerak. Ilm olganda birinchi onasi olishi kerak edi, boybucha olishi kerak edi deydi. Opasini adi endi. Boybucha ilmsiz bo'lganmi? Ilmsiz bo'lgan boybucha, quriya uni akasini qayta aytib kelganlardan bolangni o'qit desa, o'qitmayman. Meni pulim 7 avlodina yetadi buni. Ana shu meni pulim bilan bola chog'asini ham boqadi degan, lekin ilm olsin demay. Keyin boybuchaga aytilgan, boybucha ham e'tibor bermagan. Ana keyin bola ya navi kartojniklar analara qo'shilib ketadidan bir kuni ya karta o'ynash uchun ham Liza ismli dedi bir nana keladilar. Ular bunga pul kerak bo'ladi. Unga esa kattaroq summa kerak edi. Bardavoy akang arjasini akkadan vaqtda akasi uxlab yotgan yerida turadi. Turgan vaqtida necha o'yanding deydi-da. Ya ish yanındaki nani yuvarib pichoq suqtiradi, lekin balani o'zi o'ldirdi deb o'ylaydi. Shu bilan padarkish bo'ladi. Asli baribir akasining o'limini bu sababchi. Masalan, deyma boshqa desa bo'lar edi-ku. O'g'illik atmin to'g'ri yo'lcha so'rab olsadan bo'lar edi. Uni yanına qayta domla keladi. Domla endi bu eshon. Balangni o'qit. Yaxshi balangni o'qitmasang deydi, boshqalar o'qish uchun maktab ochib ber deydi. Bular deydi, jillimi deydi, boybucha aytadi, git deydi, hamuza tortdi asnad deydi. Demak, ilm olishlari uchun ularga belgi kelib turgan. Ava, domlalar o'zi shunda chet eldan bir nima keladi, ziyoli keladi, ya'ni ziyoli aytadi endi. Tavba, bu yurtda boylara balangni o'qit deb biladigan eshonlar ham bor ekandan deydi, duxli deydi. Hamma ham kuchi yetmaydigan bo'ladi-da eshonlar. Ya'ni boylara borib balangni o'qit deb aytmaka. Baysab o'qitdimi, yo'q deymi? Ziyolini o'zi kelib, birovlar bolalarni maktab ochib ber deydi-da. Keyin guladi shuda boyvachcha. Boyvachcha nima deydi? Biri balangni o'qit deydi. Biri keladi-da, birovlar bolalarni o'qit deydi. Bular jilli bo'lgan. Netama o'qitib, boylikim 7 avlatima yetadi deydi. Boylik esa boshqana balo bo'ladi-da. Shu boylikni olish uchun kelgan bola o'ldiram, shu yerda aytiladi. Payg'ambarimizdan hadis bor deydi. China borib bo'lsa ham ilm olish kerak deydi. To'xtamaslik kerak deydi. Beshikdan kabrachan ikkisini deng getirganda 2 hadis shu yerda. Hozirgi kunda mana ilm ol deb ularga belgi kelganda, ya'ni bizga ham hozirgi kunda har tomondan belgilar kelmoqda o'zi aslida hayotimizdagi barcha sinovlar, biz tushunmaydigan javobsiz, ya'ni kelgan sinovga bizda javob nima qilish yo'qmi? Demak bu birinchi navbatda ilm olishga signal ekanda, o'zim tajribamni aytadigan bo'lsam meni. Demak, siz bilan keyingi savollarimizga o'tsak, aynan sizni tezroq o'sishingizga yordam bergan asosiy maslahatlar va prinsiplar qaysilar bo'lgan? Ya'ni kimdir maslahat berganmi? Nimani ushladingizki, tez o'sdingiz? Agar siz o'zingizdagini aytingchi, keyin men sizda ko'rganimni o'zim aytaman. Birinchi navbatda menga ustozni etagidan mahkam tutishni o'qtirishgan ota-onam. Bor, qarash, yonida yur, o'rgan. Aytib berganman-ku sizga, hech qanday shartlarsiz, hech qanday moddiyatni o'ylamasdan faqat ilmimni o'stirsam bo'ldi. Ertayindan ishga tushsam, maktabda nimadir bir jarayonlarda qiynalib qolmaslik uchun, bilimsiz o'qituvchi bo'lib qolmaslik uchun
birinchi navbatda shu ustozlarimni etagidan mahkam tutganman. O'qishda o'qigan paytimda 4 yil ham o darsdan chiqardik, kechgacha ustozimning yonida kerak paytida anaqa gap eshitib ham eshitardik, kerak paytida yig'lab ham olardik, lekin baribir ustozni yaxshi ko'rishdan biror marta to'xtamaganmiz va etagidan mahkam tutishni hozirgi kungacha o'zim uchun mahkam shior qilib olganman. Har qanday vaziyatda ham ustozni yaxshi ko'rishim kerak. Nimadir xato qilib qo'ysam, tashqariga chiqarib ichimni azib ursam ham haqqi bor, lekin yonidan ketmasam bo'ldi degan anaqa prinsipim bor-da. O'zi aslida bir narsa bor ekanda, aslida o'qituvchi kimni ko'proq urishib berayotgan bo'lsa, bu o'quvchi sinovda bo'lar ekan. Ya'ni unga Alloh shunday katta bir natija, muvaffaqiyat, maqom, martaba bermoqchiki, uni ustozni qattiqqo'lligi bilan, ustozni dashnomi bilan sinamoqchi bo'lar ekan. Shuni qabul qilsa, ishlari besh bo'lar ekan. Hozirgi kunda aynan shu sirni biladiganlarmi bu narsani ayollarning ichiga shunday bir olib kirishdiki, hozir mana moda, что qavs ichida, qo'shtirnoq ichidagi moda, falonchida o'qish, uni kursida o'qish, buni kursida o'qish hozirgi kunda moda uslubiga kirdi. Ammo ayollarning ko'pchiligi olayotgan ilmini, mag'zini, ma'nosini anglab yetmayapti. Meni og'riqli nuqtam aynan ana shunda. Lekin nima desak bo'ladi? Shunchaki hamma o'qiyotganligi uchun o'qib turib, ertasi kuni chiqib, bo'lmadi. Pul haqida gapirdi. Bo'lmadi. Nima, muhokama qildi. Bo'lmadi, unday bo'ldi. Aslida men o'zim tushunishim bo'yicha bizga ana shuni gapirayotgan o'qituvchi ham ustoz ekanda, o'zi biz bo'ldi endi bu ustoz emas, bu yomon narsa gapirdi deb qochamiz odatda. Lekin bizga ular ana shunaqa qilish, chetdan yaxshi ko'rinmasligini baribir o'rgatyapti. O'zi aslida biz yaxshi narsa o'rgatganlarni ustoz deb hurmat qilamiz-da. Yaxshi narsa o'rgatganni hurmat qilish bu tabiiy narsa. Aslida tabiiy hurmat qilasiz. Lekin yarimta narsa o'rganib turib, keyin chiqib, ya'ni orangiz boringki buzilib ketsin, chiqib turib uni gapirmaslikda o'quvchini sinovi bo'lar ekan. O'zimdan ham bilaman. Tabiiyki men ham bunaqa og'riqlarga tushganman. Gapirmaslik va jim bo'lish o'sha paytda meni eng katta sinovim ekanligini tushunib turganman va buni muvaffaqiyatli bosib o'tganman. Va ayollarga iltimos qilib qolgan bo'lardim bu yerdan. O'qidingizmi? Yoqmadimi? Muhokama qilmang, shunchaki o'tkazib yuboring. Balki u ilm sizga to'g'ri kelmadi, balki hali uni tushunishga tayyormassiz. O'zimda ham bo'lgan, ya'ni taniqli bitta ayolni men uni gaplariga tushunmayman deb muhokama qilgan paytim bo'lgan. Ammo vaqtlar o'tdi, u ayolni ongiga chiqmagan ekanman, o'sha bo'lganligini tushundimda. Ya'ni aytar ekan-ku, ma'noning o'z ma'nosi bor. So'zning ostida bir so'z bor. Kosa ostida nimkosa. Kosa ostida nimkosa. Adabiyotda shunaqa aytiladi. Ma'noning bir ma'nosi bor, so'zning bir aytar so'zi bor degan gapning ma'nosini keyin tushundim va hozirgi kunda ana shunaqa g'ayri narsalardan qalbimni asrab avaylashga juda ham ongli ravishda e'tibor qarataman va siz ham shunaqasiz, buni bilaman. Rostdan ham sizni o'sishingizdagi asosiy mezonlaringiz ustozlaringizni etagini ushlaganingiz, ustozni nima desa bo'ladi? Muhokama qilganingizni qoralash maqsadida, nima qilish maqsadida muhokama qilganingizni ko'rmadim. Hattoki sizni hayratlangan paytlarim bo'lgan oramizda. "Ya, sizda shundaymi?" deb hayratlanganman va buni sizdan o'rganganman. Endi bilasiz, men ustoz, shogird, ota-ona tenglik bo'lsin deyman hamma narsada. Ammo siz ota-onangizning tarbiyasiga ko'ra shunday yo'l tutganligingiz uchun rivojlanganingiz meni o'zim uchun ham bir insight bo'lgan. Ana shunaqa. Endi hozirgi davrga qaytadigan bo'lsak, e'tibor berasizmi yo'qmi, savol javob qo'yib ko'ring-da. Motivatsiya bering deyshadi ayollar. Mana hozir o'quvchilar keladi. Domla kechki paytga bitta narsa, bir 5 daqiqalik zapis tashlab motivatsiya bering. Harakat qilay, vazifa qilay kabilida gapirishadi. Hozirgi kunda sizga o'zi nimalar motivatsiya beradi? Ya'ni nimadan motivatsiya olasiz? O'quvchilaringiz natijasidanmi? Kiyim olganingizdanmi? Tilla taqqaningizdanmi? Nimadan siz motivatsiya olasiz? Bu ochiqcha gaplashaylik buni. Chunki niqobsiz bo'lishga kelishganmiz. Podkastimizni 100% samimiy, ya'ni mehmonimiz bilan qanday bo'lsa shundayligicha va ichingizdan birinchi kelgan javob. Hozir Matluba domla nimadan motivatsiya oladi? O'quvchilar natijasidan. Masalan, men aytaman-da ota-onalarga, siz bitta farzandingizni A+ yoki A olgani uchun xursand bo'lasiz. Men bir kunda 400 ta farzandimni shunaqa natija olganidan xursand bo'laman. Ishonasizmi, har bir o'quvchimning natijasi chiqadi.
yugurib uydagilarni yoniga chiqaman. Falonchi ham A olibdi, falonchi ham A+ olibdi. Bundan anaqa o'zimga motivatsiya olsam, keyingi tarafi bo'ladigan bo'lsa, shu o'zimni shaxsiy ehtiyojlarimni qondirish uchun hech kimga anaqa qaram bo'lmay turganimdan, istagan narsamni olish uchun yoki istagan ishimizni juft halolim bilan birga qilishimiz uchun bizda yetarlicha imkoniyat borligidan albatta motivatsiya olaman. To'g'ri. Qaramlik deganda noto'g'ri tushunib qolishmasin. Aslida ba'zi ayollar qarammiz-ku yoki erkaklar qaram bo'lsin kabilida gapirishadi. Qaramlik deganda ya'ni samimiy, moliyaviy erkinlikni nazarda tutsak to'g'ri bo'ladi. Yo'q, to'g'ri. To'g'ri, moliyaviy erkinlik. Chunki men o'zim ayollar bilan endi shaxsiy rivojlanish, ruhiy o'sish bo'yicha ko'p muloqotda bo'lganligim uchun hattoki yaxshi pul topadigan erkakni ham ayoli eringiz yaxshi pul topadi-ku, chiroyli qilib o'tirmaysizmi? Men sizga havas qilaman deyman, endi taqdir taqozosi bilan Alloh meni ayollarga ilm tarqatish uchun tanlabdi deymizmi yoki o'zim tanladim deymiz. Tabiiyki Alloh qalblarni burib qo'ymasa bizni ustoz deb maqom bermaydi. Va bizni ustozligimiz eng katta sinovimiz. Ya'ni kimdir ustoz bo'lsa, bo'ldi, tugadi, uni missiyasi yopildi, maqsadiga yetdi degan emasda, Allohning oldidagi eng katta sinovimiz boylik berilganda, ustozlik berilganda boshlanar ekan. Ya'ni bizning marketologlarimiz ham u kuni menga aytishdiki, sizni hurmat qilaman, yordamchingizdan so'rayapsiz. Samimiy dars o'tdingmi deyapman-da. Men tepada men dars o'tyapman, pastda parallel dars o'tilyapti. Samimiy dars o'tdingmi deb so'rayapsiz deydi. O'sha kuni xursand bo'ldim. Ya'ni men o'zimga bilinmaydi. Odatda bilasizmi, sizni ham noto'g'ri xarakterlaringiz o'zingizga bilinmasligi mumkin. Juftingiz ogohlantirib qo'yadi. Farzandlaringiz, ona, menga e'tiborsiz bo'lib ketyapsiz. Yoki juftingiz aytadi, sen ko'p ishga berilib ketding. Menga e'tibor bermayapsan deb ogohlantirib qo'yishmasa biz bilmaymiz-da. Ya'ni men ichimdan shunchalik nima deydi, ikkilanib, qo'rqib yuramanki, o'zi oqlayapmanmi buni deganimda shu marketologimiz aytdilar, juda ham xursand bo'lib ketdim o'sha kuniga. Sizni shu xarakteringizni hurmat qilaman, Zebo opa. Samimiy dars o'tdingmi deb so'rayapsiz. Ko'p biznes egalari, ustozlar yoki biznes egalari, rahbarlar bitta urovengga chiqdimi, bo'lib tashab yuboradi. Sinov ana shu nuqtada-da o'zi. Va siz ham shu nuqtada juda ham mustahkamsiz. E'tibor beraman. Kechga qolib ketishingiz mumkin, bu joydan qolib ketishingiz mumkin. Ya'ni uzoqda turasiz, Urganchga kelishgacha ancha. Va ana shu jihatlaringizni men ham hurmat qilaman. Ilohim hech qachon to'g'ri yo'limizdan adashib qolmaylik. Ayollarga sizningcha hozirgi kunda nima motivatsiya beradi? Mana sizga o'zingizni natijalaringiz, o'zi uyda o'tirgan ayollar balki o'zlarida motivatsiya oladigan jihatlarni ko'rmayotgandirlar. Nima deb o'ylaysiz? Biz hozir ko'chada ishlaydigan ayol sifatida havas qilasizmi masalan shaxsan siz uyda o'tiradigan ayollarga ba'zan hamma narsani yig'ishtirib uyda havas qilaman. Havas. Menda ham bo'ladi-da bunday. Ular farzandlar uchun shirin taomlar tayyorlashadi. Nima deydi? Bor mehrni farzandlariga ajratadi. Bizda esa unaqa holat faqat yakshanba kunlari bo'lmasa, boshqa kunlar deyarli yo'q. Endi ko'pchilik ayollar bizga havas qilib, to'g'ri, bugungi kunda men ilm orqali ko'p narsalarga yetishdim. Maqom, oilaviy munosabatlarda garmoniya hammasi bor, ammo ko'chada ishlaydigan ayollarning eng og'riqli nuqtasi shunda. Farzandiga ko'p vaqt ajrata olmaslik. Shuning uchun uyda o'tirgan ayollarni men havas qilmang. Ya'ni Alloh hozir sizga nimani bergan bo'lsa, shuni shukr qilib yashang deb aytgan bo'lardim. U savol farzandlarimdan kelgan. Bizga e'tibor bermayapsiz. Biz pul bermaymiz-da. Pul beradiganlarni bollasini kunduzi ham, kechasi ham o'qitasiz, lekin bizga qaramayapsiz deb katta farzandim aytib qo'ygan bir gal. O'shanda ichimda bir nimalar uzilib ketganday bo'lib, o'zimni yomon his qilganman to'g'risi. To'g'ri, men ham endi o'rtancha 3-farzandlar o'rtada tug'ilib qolgani uchun ko'pincha mehriga to'ymay qoladi, e'tibor bersangiz. 3-farzandim hozir ham mana bog'chaga yig'labroq ketadi-da. Nega bunday qiladi, tushunishga harakat qilaman. Bog'cha opasiga olib borib so'radim, siz buni qanday tinchlantirasiz bog'chada yig'lab qolishini desam, bog'cha opasini juda ham hurmat qilaman-da. Mana shu Urganchdagi Chuda bog'chaga boradi, Dilrabo opa, u yo'ning rahbari.
Alloh rozi bo'lsin, juda ham yaxshi nyankalarni olganlar, yaxshi anaqalarni olganlar. Aytayaptilarki, shunday xursand bo'ldimki, o'sha bolam ishonchli qo'llarda deb xotirjam bo'ldim. Bog'chaga tashlayapmiz. Nima qilasiz buni, qanday tinchlantirasiz desam, men buni kirishi bilan yig'lab kiradi, janjal qilib kiradi o'g'lingiz. Men buni kirishi bilan bir muncha bag'rimga bosib o'tiraman. Bilasizmi, shu kuni chiqib yig'ladim-da. Uyda o'tirgan ayollar menimcha farzandlarini bizdan ko'ra ko'proq bag'rlariga bosishadi. Ya'ni hamma narsani aytadi-ku, har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Ba'zan o'sha uyda o'sha 100 ming, 200 mingga tikib o'tirgan kunimni qumsiyman, chunki shunday yetar yetmas bo'lsa ham farzandim gnozdishga tikkanman, o'zim internetdan ko'rib, bolamni yotqizib qo'yib, tikib o'tirardim, qarab o'ynatib, vaqtida olib bag'rimga bosib yana qo'yardim. O kuni juftim endi qizimni olib keldilar, obed payti ishlari bo'lib qoldi. Dars o'tyapman, qizim yig'lab turibdi. Qara olmayman-da. Dars chunki o'quvchilar 50 ta qiz menga qarab o'tiribdi. O'zimni bag'ri tosh degam sezib yubordim, lekin bitta narsa menga xotirjamlik beradi. Ilm tarqatish ham ibodat. Hozir o'zimga aytdimki, misol uchun sen bekorga yurganing yo'q. Ayollarga ilm ulashish bilan bandsan. Farzand bermaymiz emas, misol uchun bizni uyda shunday tartib bor. Besabab ishda qolib ketish mumkin emas. Soat 6 da hammamiz yig'ilamiz uyga. Lekin baribir ya'ni bizga qarab ayollar noshukrlikka kirmasin xohlardim. Ba'zi ayollar o'zimga ham kelishadi, menga juftim pul bermayapti, pul bermaydi meni erim yoki boshqa deyishadi, lekin men o'zim tushunib yetgan bitta narsam bor. To'g'ri, ba'zan men ham shunday deganman, meni poddershka yo'q, mana o'zi otam yo'q, otam bo'lganda unday bo'lardi, juftim menga pul berib ochib bermayapti, kabilida noroziliklarim bo'lardi. Keyin tushunganmanki, o'sha Xadicha onamizni, Oyisha onamizni hayotini o'qiganimda tushundimki, Xadicha onamiz hozirgi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, business lady, ya'ni tijoratchi ayol bo'lganlar. Tabiiyki erkaklar bo'lgan ularning ham ishlarida. Hozirgi kunda meni biroz hayron bo'laman-da, ya'ni hamma narsani olib kelib dinni qo'shib qo'yishadi-ku, ya'ni ayolga mumkin emas, o'tirsin uyda. Baribirga ham hamma narsada niyatga qaralar ekan. Ya'ni niyat ilm tarqatish, jamiyatga foydali bo'lish, insonlar g'aflatda qolmasligi uchun maksimal darajada harakat qilish yomon joyi yo'q ekan, o'zim tushunib yetdim. Ya'ni aytaman, shunaqa ayollarga erim pul bermayapti. Xo'p, to'xta. O'zi sen ishlaydigan ayol bo'lmoqchimisan yoki uyda o'tiradigan bo'lmoqchimisan? Ular aytishadi, men ishlaydigan ayol bo'lmoqchiman. Xo'p, muammo nimada? Xadicha onamiz ishlaydigan ayol bo'lganlar va tijoratni yuritganlar. Payg'ambarimiz alayhissalomni nega g'orga ketib ibodat qilyapti, nega u yo'q 15 kun bo'ldi, nega kelmayapti, nega menga pul bermayapti demaganlar. Ya'ni ishlashni tanlagan ayol bu muhokamadan chiqishi zarur deb o'ylayman. Chunki u yerda yaxshi pul topgan bilan, ana gunohi ko'p savob deymiz-ku, gunohi ko'p savob. Ya'ni qanchalik ayol foydali ish bilan band bo'lmasin, ichida juftidan norozi bo'lar ekan, ya'ni menga pul bermayapti, meni poddershka qilmayapti. Sen Xadichamisan? Xadichaligingni qil. Misol uchun men aytaman, men Xadicha onamizni yo'li berilibdi. Ba'zi erkaklarni kommentariyalarda ko'rib qolaman, endi uyda o'tirish kerak ayol falon. Bu toshni ayollarga otishimiz noto'g'ri. Agar bu ayol o'z yo'lida to'g'ri yurgan bo'lsa, islom tarixida har qanday hayotga misol bor. Misol uchun Zaynab onamizga ham aytishgan-ku, nega ishlamoqchisan, nega pul topmoqchisan desa nima degan? Ihson qilish uchun. Ihson qilish uchun. Ya'ni ihson qilish uchun ishlamoqchiman. O'zim pulimga o'tir, ering beradi desa, yo'q, o'zim mehnat qilgan pulga ihson qilmoqchiman deganlar. Ya'ni islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, har qanday taqdir yo'llari uchun misollar bor. Ya'ni jamiyatda ba'zi ishlar borki, majburmiz ularga ayollar ishlashi kerak bu ishni. Ba'zi ishlar borki, majbur bu ishni erkaklar qilishi kerak. Boshqa birov qila olmaydi, misol uchun. Shuning uchun bu vaziyatlarning ichiga kirib muhokama qilishimiz, bo'lib o'zimizni chalg'itishimiz hozirgi kunda men noto'g'ri deb o'ylayman. Ha, sen uyda o'tirmoqchimisan? Demak, sen Oyishasan. Ering bir paket olib kelsa shunga, 2 paket olib kelsa shunga, umuman olib kelmasa yana shunga qanoat qilishga majbursan. Chunki sen o'zingni tanlagan yo'lingda o'zing tanlagan narsa beriladi. Bizni tanlovimiz boshqa, ichimizdagi vasvasa boshqa narsa demoqda. Ya'ni ikkalovini birlashtirganimizda ichki ovoz
o'charkanda, hozir meni ichimdagi o'sha ovoz 100% o'chgan va yengil, baraka bor hayotimizda. Ikkilanishlarni chiqarib yuborganimiz uchun. Og'riqli nuqtam Sami Yusufdadan meni. Masalan, nechun desa, u vaqt ko'p rivojlanishga qarab qo'ydimdan. Men kechacha sevinchda ketdi u, banda ketdi-ku. Shuning uchun o'zimni aybdor sezaman men u bolamdan. Shuning uchun ham yanimda kelib men e'tibor etsangiz. Uch baladan shunday menda. Men yig'lab qichqirsam, chidab, baribirga ham bir yil ichida bir marotaba hech bo'lmaganda oilaviy sayohatga shuning uchun ham chiqish kerak ekan. Aytadi-ku, o'z hududingizdan boshqa joyga oilaviy chiqib ketib, bitta qilingan sayohat bir yilga yetkazib beradi energiyangizni, bolalaringizni sizga to'yganini, ya'ni xotiralar qoladi ulardan deyshadi. Shuning uchun sayohatga ham chiqib turish kerak. Xo'p, keyingi savolimiz, sizni shaxsiy o'zingizni hozirgi kundagi maqsadlaringiz haqida kengroq tushuntirib bersangiz, ya'ni nima maqsadlaringiz bor? Bizda bo'ladi-ku, aynan bir maqsadimizga yetdik, bo'shab qolgandek, xuddi hayot to'xtadi. Sizda shunday bo'ladimi? Shaxsan menda shunday bo'ladi. Maqsadlarim tugab qolganda hayot to'xtadi, endi bo'ldi. Ishlarimni yopib endi uyda o'tiraman deb o'ylab qolaman. Ayni shu paytda o'quvchi ko'payib ketadi. Bo'ldi. Qalblarning boshqaruvi Allohda. Bu o'quvchilar bizga ilm, hunar so'rab kelmoqdami? Demak, hozircha, chunki hadis bor ekanda, mana qarang, o'zimni ayblashdan qachon to'xtadim. Men bir hadis kitobida o'qib qoldim. Toki Alloh sizga bitta ishdan rizq berib turgan bo'lsa, uni to'xtatmaysiz degan ekan. Biz mana ikkilanuvchilar borki, ishimni yopaymi, ochaymi, davom etaymi, ketaymi, qolaymi, ketaymi deydi, qolaymi, ketaymi deydi-ku. O'sha gapni to'xtadiki ichimda, mana Alloh o'quvchi berib turibdimi, hozircha rizqimiz bormi, buni to'xtatmaymiz. Keyin ustozim bilan shuni gaplashganimizda, ha, rostdan ham, agar buni to'xtash payti kelsa, zotan Alloh senga bitta ham o'quvchi yubormaydi deyishdi. Shuning uchun, masalan, men o'zimga yangi maqsadlar qo'yib turaman. Hozir esa sizni asosiy maqsadlaringiz haqida gaplashsak. Bugungi kunda maqsadimiz hozir o'quvchilarimiz sonini yanada oshirib, shaxsiy o'quv markazimiz bo'lishini niyat qilib turibmiz. Bundan tashqari, masalan, bugungi kunda 400 ta o'quvchiga dars o'tayotgan bo'lsak, respublika miqyosida darslarimizni ommalashtirsak, inshaalloh 4000 ta o'quvchiga ham ilm ulashib, qisqa, sodda, oson usulda darslarni o'rgatishni niyat qilganman. Sizni ta'biringiz bilan aytadigan bo'lsam, tomirga tushib dars o'tishni niyat qilyapman hammaga. Tomirga tushasiz zotan. Lekin o'zingizdan ko'nglingiz to'lmaslik menimcha yaxshi. Meni ham hech qachon o'zimdan ko'nglim to'lmagan. Har doim o'zimni ayblarimni, nimalarimni qidirib yuraman. Bir marta unaqa bo'lgan. Bo'ldi, endi repetitorlik qilmayman, uyda o'tiraman, uyda o'tirib nimadir bir ish qilaman, biznes qilarman deganimda, o'sha kuni bizda biznes qilish uchun bozorga ketganmiz, u olib kelib sotamiz deb. O'shanda uyga o'g'ri tushgan. Keyin men buni o'zim uchun signal deganman. Yo'q, biznes sani ishing emas, sani ishing o'quvchilarni o'qitish. Demak, bu ishni qilishim kerak. Faqat shu o'quvchilarga ilm ulashib, ularga foydam tegadigan nimadirlar qilishim kerak deb o'ylaganman. Rostdan ham shunday bo'lgan. Aql egalari uchun oyat va belgilar bordir deganidek, ko'pchilik belgi deganda aynan bir chaqmoq chaqishi, tush ko'rishni tushunadi-ku. Rostdan ham biz nimadir qilmoqchiligimizda nimadir noxush voqea, hodisa sodir bo'lsa, bu rostdan ham belgi bo'lar ekanda. Ya'ni aql egalari uchun oyat va belgilar bordir deydi-ku, o'sha gapni aql egalari uchun o'zi aslida aqlni gapiga kirib yashamaslik kerak. Chunki aql ko'proq hisob-kitob narsalarga tortadi. Ana shuni egasi bo'lish kerak. Ya'ni ana shu tortib ketadigan, har qayoqqa tortib ketadigan aqlingni egasi bo'lsang, undan so'ng oyat va belgilarni tushuna olasan. Hayot senga nima demoqchi ekanligini, hayot demaylik, yaratgan senga nima demoqchi ekanligini tushunib yetasan deyshadi. Sizga ham shu tartibda belgi, unday belgi menda ham bo'lgan rostdan ham. Mana bu joydan ochamizmi deb boshqa joylarda o'tlab yurganimda, joy qidirib arendaga bitta qiz ko'zimning oldida avariya bo'lgan, mashina urib yuborgan. Oyoq qo'lim titrab qolgan, ya'ni men u yerni samimiy ko'rib chiqa olmaganman ham. Keyin uyga borib o'sha gapni eslaganman. Aql egalari uchun oyat va belgilar bordir. Ani johil paytimda deyman, ya'ni ilmsiz, rostdan hamda ilmsiz ayol johil bo'ladi. Men har doim aytaman, boshimda o'tgan qiyinchilik kunlarimda bugun tan olamanki, men rostdan ham o'sha kunlarga loyiq edim. Ya'ni to'g'ri, men o'g'ri emasdim yoki xulqim yaxshi edi, ammo ongimdagi fikrlar, qalbimdagi o'tadigan gumonlar, dunyoga nisbatan, insonlarga nisbatan
yaxshi emas bo'lgan. Biz o'zimizni to'g'ri, menligimiz kuchli bu nafsi ammorada bo'lsak, ha, men to'g'riman deyishimiz mumkin, lekin to'g'ri, juda ham halol mehnatkash bo'lganman, ammo qalbimning holati ana shu kunga loyiq bo'lgan. Shuning uchun ham aytar ekanda, ya'ni Alloh birinchi qalbingga qaraydi. Alloh bizni mehnatimizga ham, boshqasiga ham qaramas ekanda, ba'zi oilalarda umuman hech narsa qilmaydigan kelinlarni aziz qilib qo'yishadi-ku, ozgincha suhbatini olsangiz, rostdan ham qalblari toza, samimiy qizlar bo'ladi-da. Hech qanaqa bir yomon gap eshita olmaysiz ularning tilidan. Keyin qarayman, ha, insonni birinchi navbatda qalbi toza bo'lishi kerak ekan deb o'ylab qolaman. Oyat va belgilar ham ana shunaqa qizlar uchun tushunarli bo'ladi. Maqsadlaringizga yetishingizga tilakdoshman va men sizga ishonaman. Bu maqsadlaringiz yo'lida 1-2 yildan keyin ko'rishib, yana bitta podkast qilib, ana shu etapni og'riqlari, ana shu baribir hamma narsaga og'riq bilan chiqiladi. Mana negativlar deymiz, Instagramda keladigan. Bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Masalan, men ham mana siz hozir adabiycha gapirsam tilingni sotma deyshadi deb xijolat bo'lyapsiz. Men o'ylardimki, tilingizni sotmang deydigan so'z ham bu nafsi ammoradan keladi-da, ya'ni menga tushunarli qil. Faqat men tushunay. Bu egoni gapida, mana shu gapni endi men hozir insonlarni qoralay olmayman, ularni ham tushunaman. Ya'ni ular men tushungan narsani tushunmaydi. Ulardan xafa bo'lishimiz kerak emas. Sizga ham bilaman, hozir siz ana shu men o'tib kelgan jarayondan kelyapsiz. Yaqinda eshitib qoldim, qizlar Mattu paparasi ko'ngliga olibdilar, yomon gaplarni yozishadi. Bu aniq edi. Men ham boshida marketologlar bilan ishlashni boshlaganimizda tushunganman, bilib turganman ichimdan. Ya'ni bitta negativni ta'sirga tushib, mana bu postni qilmaylik, mana bu videoni qilmaylik desam, baribir o'zingizdek insonlarni yo'liqtirar ekan Alloh. Mayli, Zeb opa, 3 ta negativ kelgan bo'lsa, 1000 ta yaxshi narsa keldi-ku deysa, o'zi esimdan chiqib ketardi. Ya'ni tabiiyki, nafsi ammorada yashaydigan insonlar menga tushunarli qil, xorazmchada gapir, senga yarashmayapti. Ya'ni nima ahamiyati bor bizga nima yarashishini? Nima farqi bor qaysi tilda gapirishimizni? Zotan Allohning huzurida hammamiz birmiz. Tillar bu shunchaki o'zi ijtimoiy nimadan kelib chiqqan bo'linishlar. Nima farqi bor? Diqqatimizni ma'noga, mazmunga qaratsak, menimcha to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin baribirga men aytamanki, biz ikkalamiz bir xil marketologlar bilan ishlaymiz, lekin sizda aktivizm men bilan bir xilda, lekin men Instagramni oldinroq yuritishni boshlaganman. Hozir o'tirib to'g'ri siz kelishingizdan oldin analiz qilib, xursand bo'ldim siz uchun. Demak, ona tili adabiyot kerakli soha. Ya'ni zo'r yetkazib beryapsiz-da va men sizdan iltimos qilgan bo'lardimki, adabiychada gapiring. Butun O'zbekistonda bizni o'quvchilarimiz topib olishsin. O'zini o'qituvchisini izlab yurgan o'quvchilar qancha? Misol uchun, meni hozir ruhiy o'sish kurslarimda ham Samarqanddan, Surxondaryodan qizlar o'qishadi. O'zingiz guvohsiz, siz ham borsiz u yerda, chatda so'rashadi, chiqon nima degani? Qora, chiqon dugona degani. Boshqa qizlar javob yozadi. Hozir u yerda 1000 ga yaqin ayol qizlar bor, 1000 dan ziyod adashmasam, yozishadi-da, bir-birlarini poddershka qilishadi. Ya'ni biz u yerda bo'lish ongidan chiqish bilan shug'ullanamiz, bilasiz. Va men sizga ana shu maqsadlaringizga yetishingizda ana shu narsalarga e'tibor bermasligingizni iltimos qilib qolardim. Sizni boshqa o'quvchilaringiz O'zbekiston bo'ylab topib olishlari uchun. Hozirgi kunda mana blog yurityapsiz. Hozirgi kunda o'zi blog yuritmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni menga hojati yo'q. Men o'zim bilaman kabili bu ham o'tirib analiz qilib, chunki menda ham bo'lganda menga hojati yo'q. Men o'zim yaxshiman, men o'z o'quvchilarim yetarli deganman. Va bu ham aslida nafsdan ekanligini tushunganman. Hozir ko'pchilik mana adolatsiz dunyo, ana u iqtidori bor qolib ketyapti. Mana bu yerda bittasi chiqib olib reklama bilan olyapti. Nima farqi bor kim nima reklama qilishini? Baribir siz niyatingizga ko'ra joyga borasiz. Masalan, kimdir qo'rqmasinki, что o'zi yaxshi bo'lsa, yomon erga tegib qolishdan. Yoki kimdir yaxshi erkak bo'lsa, qo'rqmasin. Nega qo'rqadi? Chunki hammaga o'zidek inson beriladi deyilgan. Poklar uchun poklar. Nega bundan qo'rqish kerak deyman-da? Ya'ni hammaga baribir o'zidek inson tushadi. Hammaga baribir o'zidek ustoz tushadi. Shuning uchun ham hammaga baribir o'zidek inson tushadi. Misol uchun men o'zim hayotimda disiplinani qat'iy yo'lga qo'ydim. Disiplinali o'quvchilar kelishni boshladi. Disiplinali tanishlar orttirishni boshladim. Disiplinali marketologlar keldi. Disiplinali xodimlar qoldi yonimizda-da. Ya'ni hech bu yerda xavotir oladigan, kimdirdan gumonlanadigan narsamiz yo'q aslida. O'zimizga qaraylik. Qizlar mendan ko'pincha murojaat qilishadi-da Instagramda. Ya'ni qanday men ertaga uchrashuvga chiqyapman.
yigitni nima tomonlariga e'tibor beray? Siz yigitga e'tibor bermang, siz o'zingizni ichki hislaringizga, nima o'tyapti ichingizdan, gumonlaringizga, dunyo haqidagi, oila haqidagi tushunchalaringizga e'tibor bering. Zotan siz tan olasizmi, yo'qmi, o'zingiz bilan umumiyligi bo'lmagan inson bilan bir davrada bo'lmaysiz deyiladi-da. Shuning uchun mana misol uchun blogingiz orqali hozir hamma o'zini blogi orqali nimadir demoqchi. Ya'ni qarang, men ishlayapman, mana bu yo'nalishda. Kimdir mahsulotini sotmoqchi, kimdir to'g'ri, misol uchun mendan ham so'rashsa, aytamanki, ha, biz mahsulotimizni sotmoqchimiz, kurslarimizni sotmoqchimiz, chunki orzularimiz bor. Orzularimizga yetish uchun bizga tabiiyki moddiyat kerak, ammo moddiyat birinchi o'rinda emas. Mahsulotlarimizni sizlarga ko'rsatish va sizlarga ilm ulashish orqali halol sotuv qilmoqchimiz deyman. Va shu orqali, blogim orqali misol uchun ayollarga men ilm ulashmoqchiman. Ularga noldan ko'tarilish mumkinligini tushuntirmoqchiman. Siz o'zingiz, mana o'zingizga savol berasiz-ku, postlaringiz chiqqan payti, nima demoqchisiz ayollarga? Shu o'zini ustida ko'proq ishlasin, ilm olsin, o'quvchilarni sevimli ustozi bo'lsin. Nima bilan? Ilmi bilan demoqchiman men ham shu, asli shuning uchun. Aslida har bitta postimiz bilan nimadir deymiz-da. Siz masalan mana 6 ta o'quvchi bilan o'tirgan postingizni sharhlab bering misol uchun. Zo'r bo'ladi. Har bitta postingiz bilan nimadir deysiz-ku. Hozir siz biroz endi hayajonlanyapsiz, lekin shu narsani aynan siz menga aytgansiz. 15 ta o'quvchim bor paytida, mana hozir 125, 130 ta o'quvchi o'qitsak, endi bular ko'paysa ko'payadi. Da, buni menga siz aytgansiz. Ya'ni domla, bu endi ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi deganingizda, masalan menda, qayerdan ko'payadi? Hamma odam tugab qoladi-ku deganman. Siz buni menga aytgansiz. Ana shuni ochib bering, ya'ni blogingiz orqali ayollarga nima demoqchisiz, nima degan bo'lardingiz yana? Men aytmoqchimanki, masalan, ilmni faqat o'zi uchun olmaslik kerak. Bitta bo'lsa ham, tekinga bo'lsa ham bir o'quvchi bilan shug'ullanish kerak. U o'quvchi unga tajriba quyonchasi bo'lib beradi. O'sha bitta o'quvchi iziga ikkita o'quvchi iziga 4 ta o'quvchi olib kelib, albatta u ko'payadi. Faqat ungacha sabr kerakda. Masalan, men o'zim birinchi yili 4, keyingi yili 9, shunday kelib hozirgi kunda 400, 500 bir safarida 950 ta o'quvchiga ham dars o'tgan paytlarimiz bo'ldi. Nimani hisobiga desangiz, anaqa bu ilm olgan odam yana bitta odamga, yana bitta odamga tavsiya qilgani bilan, o'shani evaziga. Lekin hozir katta ko'pchilik shogirdlarimizda ko'raman, ustoz o'zi ikkitagina o'quvchi keldi, boshimni og'ritib o'tirgim kelmadi u bilan 3 soat, 4 soat deyishadi. Kim aytaman, axir men 4 ta o'quvchi bilan kuni bilan ishlagan paytim bo'lgan. Mayli, sinab ko'raman, mana shu safar 4 ta o'quvchi tayyorlayman. Bittasi kirsa ham, demak menda shu o'qishga kirish uchun anaqa bor, bilim bor yetarlicha. Agar kirmasa, demak bilim yo'q, to'xtataman deganman. 4 ta o'quvchidan haqiqatan ham bittasi kirgan, niyatingiz kelganda baribir. Bittasi juda yuqori ishlab kirgan. Demak, ishlasa bo'larkan, ilm bersa bo'larkan. Demak, davom etaman deb davom etganman. Lekin katta ko'pchilikda hozir sabr yetishmaydi. Qo'rquv kuchli, o'ziga ishonch yo'q. Asosiysi Allohga ishonch yo'q. Allohga tavakkal qilishni bilishmaydi. Ishonch so'zi o'zi zotan Alloh bilan bog'liq so'z. Ya'ni bandaga ishonish, unga ishonish, bunga ishonish men uchun shaxsan yo'q tushuncha. Ishonch deganda men Alloh va men va bo'lishiga bo'lgan tavakkul. Zotan o'zi ishonch so'zini talaffuz qilgan inson bo'ldi, Allohga topshirdim degan inson hisoblanar ekan. Yana ichimda bir narsa bo'lgan. O'sha 4 ta o'quvchiga test ishlatish uchun, test uchun ustozim yoniga kelardim. Ziya akademiyada ta'lim beradigan Hamid Narimov va Gulzoda Rozmetova meni ustoz. Butun Xorazmda taniqli ustozlar. Alloh rozi bo'lsin ustozlarimizdan. Keyin qarab havas qilib turardim. 200 ta, 150 ta o'quvchiga o'tadi. Keyin darrov yoshimni hisoblardim. Men hozir 20 yoshdaman. Domlam 36 yoshda. 36 yoshda meni ham shunaqa o'quvchilarim bo'ladi deb faqat havas qilib chin dildan anaqa niyat qilganman. Haqiqatdan ham hozir men 36 yoshdaman. Xuddi ustozimni o'sha paytda nechta o'quvchisi bo'lgan bo'lsa, menda ham xuddi shundaydi. Lekin faqat yurakdan havas qilganman va o'shanda ham Allohga tavakkal qilib, Allohim, senga oson, men ham 36 yoshimda xuddi shunaqa o'quvchi bo'lishini anaqa berarsan o'zing deb gaplashganman. Siz aytgandek, gaplashinglar deysiz. Shu paytda haqiqatda gaplashganman. Men ham shu 36 yoshda shuncha o'quvchiga dars bera olaman.
Allohga oson deb o'ylaganman. To'g'ri. Bu tafakkur qilishda mana, bulardek menda qayerdan bo'ladi desak, Unaqa qo'rquv bo'lmagan. tafakkur ahli bunday bo'lmaydi. Rostdan, hozir men necha yoshman? 13 yosh. Qayerdan kelgan, qayerga ketyapti? Tafakkur ahli mana shunday bo'ladi-da. Hozir ham o'ylanaman rostdan ham. Haqiqiy xolis niyat qilgan. Qarab, ustozni kutishini soatlab, chiqishini soatlab kutardik-da. Qarab turardim. Qayerdan shuncha o'quvchi deb bir ham hasad qilmasdim. Men ham 36 yoshimda. Hozir domlalar nechta gruppasi? 8 ta. Har gruppada qancha bolasi bor anaqa. Hisob kitob qilganman, haqiqatda shunaqa qilganman. Meni ham 36 yoshda shunaqa o'quvchim bo'ladi deb ichki ishonch bilan, kuch bilan aytganman-da. Haqiqatdan ham hozir shunaqa o'ylab qarasam, birga bir o'sha ustoz Sizda ham har doim faqat oldinga o'sish bo'lganmi? Ya'ni misol uchun boshida 4 ta o'quvchi, keyin 15 ta, keyin 30 ta bo'lganmi yoki ana shu o'quvchilar soni ba'zi nuqtalarda keskin tushib ketgan paytlar bo'lganmi? yo'q. Keskin tushib ketish payti bo'ladi. Qachon? Birinchi qabul tugab, ikkinchi qabul boshlanish arafasida hafta 10 kuncha bo'lib turadi, lekin imtihon davrigacha yana shu urovenga kerak bo'lsa undan ham yuqoriroqga chiqib olishadi deb. Demak, ana shu hamma narsani ostida hikmat bor degandek, tanani ham haqqini berish kerak-da. O'sha paytda dam olib olish uchun beradi-da Alloh aslida. Chunki biz insonmiz, tabiiyki ikkinchi o'rinda ayolmiz. Biz ojizamiz, erkaklarga berilgan fizik kuch bizga berilmagan. Bizda bilasiz, qalb kuchliligi berilgan. U kuchlilik erkakda bo'lmaydi hattoki. Shuning uchun ham dam olib olishingiz uchun bersa kerak Alloh deb o'ylayman o'shanaqa payt. Demak, siz bilan keyingi savolimizga o'tsak, keyingi savolimizni muhokama qilamiz. Hozir mana shu sohangizda eng katta yutug'ingiz qachon va aynan nimadan keyin bo'lgan? Birinchi yutug'im ustozim meni o'zini o'quv markaziga taklif qilgan. O'zingni o'quv markazingdagi ishlaringni yig'ishtirib, bu yerga kel. Anaqa qanchadir oylik summasi taklif qilgan. O'zi undan oldin men ustozimga shunchaki yurakdan qarashardim. Summa taklif qilganda bilmayman qayerdan keldi u kuch, lekin yo'q kam deganman. Keyin ikkinchi summani taklif qilgan, u ham kamroq ustoz deganman. Bo'ldi, unda birlashamiz, 50 ga 50 qilamiz deganda xo'p deb yuborganman. O'sha paytda ustozim va o'zimni o'quvchilarimizni birlashtirganimiz evaziga 950 ta o'quvchiga dars o'tganmiz. Bu bizning eng katta yutug'imiz bo'lgan. Domlangiz to'g'ri qabul qilganlar, Gulzoda domla. To'g'ri qabul qilganlar. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ilmli, hamma narsani to'g'ri qabul qiladigan, har bir jarayonda o'zini farzandiga qanday nasihat qilish kerak bo'lsa, men bilasiz, sal tezakroqman, ko'p xato qilib qo'yaman-da. Gapirganda ham, nimadirlarda ham doim o'zini farzandiday to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yadi. To'g'ri, men ham ulardan juda ham ko'p narsa o'rganaman, bosiqlikni, samimiyatni, ularni eslab qo'yaman ba'zan. Biz siz bilan bir xil mezoj egalarimiz. Shuning uchun hozir shu gapingizdan ham bitta narsa angladim-da. Misol uchun bizni ham kursimizni o'quvchi ko'p, u yerda borma, o'rgana olmaysan degan gaplar bo'lar ekanda. Jamoa bo'ling, jamoa bor joyda baraka bo'ladi. Haqiqatdan ham juda kuchli baraka bu. So'zi bor, jamoa bo'linglar. Ya'ni bitta agar yana tafakkur qiladigan bo'lsak, Alloh ham nega farishtalarni yaratdi? Nima, Alloh o'zi qila olmasmidi yoki har bitta bandasini Alloh bu cheksiz qudrat egasi deymiz, o'zi qila olmasmidi? Nega farishtalarni yaratdi? Demak, biz jamoa bo'lishdan qo'rqishimiz kerak emas. Alloh o'zi qilishni bila turib farishtalarga vazifa biriktirdi. Men har doim, ya'ni yordamchi xodim olish chegaramni ana shunda buzganman, tafakkur qilib. Alloh ham o'zi qila olardi. U farishtani, bu farishtani kattaroq qildi, ya'ni vazir qildi. Biz ham o'ng qo'l, chap qo'l, o'ng oyog'im, chap oyog'im deymiz-ku xodimlarimizni. Ya'ni bundan qo'rqish kerak emas ekan. Gulzoda domla bilan ham shu o'zingiz bilmagan holda jamoa birlashgansiz. Ya'ni hadisda o'qib qoldim yaqinda. Bitta boshdan ikkita bosh, ikkita boshdan uchta, tabiiyki uchtadan to'rtta bosh yaxshi deyiladi ekan. Balki bizni ham yutug'imiz shunda deb o'ylayman. Bizda ham qizlar aytishadi, tafakkurli qizlar aytishadi. Nima bo'pti? Sizda o'quvchi ko'p bo'lsa, 40 ta savol bersa, men bu yerda 40 xil narsa o'rganaman. To'g'ri. Xuddi shunday. Sizlar ham o'zingiz bilmagan holda jamoa bo'lgansiz va baraka kelganda. Ya'ni bo'lishdan chiqqansiz. Ko'pchilik uni unaqa, buni bunaqa deb qoralash bilan baribirga ham ish orqaga qarab ketar ekan. To'g'ri. Demak, bu yutug'ingizga nima sabab bo'lgan? Yo'q deya olmay, ya'ni yo'q deyishni bilgansiz, to'g'rimi? Ha. Bilmayman, lekin qayerdan kelganini u kishini yo'q bu kam deb aytganman. Hozir ham o'sha kishini qayerdan kelganiga o'ylanaman. 10-15 yil domlaning yonida yurib, hech nima anaqa qilishni o'ylamaganman. Domladan nimadir olish kerak, nimadirning evaziga domlaga yordamlashish kerak degan narsa miyamni biror joyga kelgan emas.
Zaten sizni o'stirgan narsa aynan shu narsa. Men o'rgangan ilmlarimdan kelib chiqib shunday o'ylayman. Akam Samarqand davlat universitetida arxitekturniy fakultetida o'qigan. Diplom zashta paytida domlasi bilan nimadirlarning ustida kelishmay qolgan. Senga tirik bo'lsam diplomni berdirmayman degan o'sha paytda ustoz. Mayli diplom kerakmi deb uyga kelgan, shundan keyin davleniyalar chiqib ketib yomon bo'lib qolgan. Keyin bizga aytardi, maktabga borganimizda aytardi. Ustozing senga 2 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'ladi desa, "Xo'p ustoz, sizniki to'g'ri" deb chiq. Agar uni javobi 4 ligini bilib turgan bo'lsang ham, biror marta ustozingni yuziga tik qarasang, senday qizim yo'q. Hammamizga shunaqa tarbiya bergan. Shundan kelib chiqib, ustozni 2 ga 2 ni qo'shsa 5 bo'ladi desa ham baribir hurmat qilishimiz kerak. Toshbaqa uchadi desa, ha deb o'ylaganmiz va ustozimiz bilaman, masalan, hech qachon bizga noto'g'ri yo'lni aytmagan, noto'g'ri tarafga anaqa qilmagan, boshlamagan. Menimcha shu sababdan ham ustozlarimga nisbatan menda hech qachon yomon gumon yoki bir g'ayri hissiyotlar paydo bo'lmaydi. Bu uchun otangizga rahmat. Yotgan joylari nurga to'lsin. Sizga shunday tarbiya berganlari hattoki bizga o'rnak bo'lmoqda. Insonni necha yosh yashashi muhim emas. E'tibor bersangiz, otangizni sizga o'rgatgan narsasi sizga, siz orqali agar qabul qila olsa, hammaga o'rnak bo'lmoqda. Xo'sh, o'quvchilaringiz bilan hozirgi kunda qanday muammolar bo'lib turadi? Bizga ota-onalar ishonib, katta miqdordagi pulni bergandan keyin, "Eti sizniki, suyagi meniki" deb berishadi bolasini. Endi ba'zi paytlarda o'qimasdan kelgan o'quvchilarni jazolaymiz, yengil jazolaymiz, o'tirg'izib turg'izamiz. Ba'zi paytlarda ukasi Maktabdagidek. Shunchaki ogohlantirish berib qo'yamiz. Ba'zi bir ota-onalar o'zlari shunday deb turib ham, "Nimaga urding? Nimaga bu ishni qilding?" deb aniq qilib qolishadi. O'sha paytda xafa bo'lamiz. Biz ularga ovqatimni pishir yoki kiyimimni dazmolla deb jahl qilayotganimiz yo'q. Ertaga o'zini yo'lini topsin. Shuni orqasidan oilasiga, farzandlariga yoki jamiyatga foydasi tegsin deb qattiqqo'llik qilamiz. Bunga esa ba'zi hollarda nima deydi, 2%, 1% holatlarda qarshiliklarga, janjallarga duchor kelib qolamiz. Matluba aka, mana podkastimiz ham yakunlanib bormoqda. Sizga o'zingiz samimiy, mana qizlar bilan siz ham ko'p ishlaysiz. Hozirgi davr qizlariga o'zingiz o'qigan, anglagan, sizda qandaydir miyangizda bir portlash sodir qiladigan 3 ta kitob tavsiya qila olasizmi? Ha, tavsiya qila olaman. Birinchisi asrga tatigulik kun, Chingiz Aytmatovni. Ikkinchisi O'tkir Hoshimovni 2 eshik orasi. O'zi 2 eshik orasi asarlarning sarasi deyilgan, haqiqatda shunday asar. Uni kerak joyda yig'laysiz, xursand bo'lasiz va hammaga ma'lum bo'lgan O'tgan kunlar asarini tavsiya qilaman. Ozgincha sharhlab bermasangiz, qizlar u kitobni borib olish uchun motivatsiya bo'lardi. Chunki hozir hamma narsa uchun motivatsiya kerak. Masalan, 2 eshik orasi asarini sharhlaydigan bo'lsam, unda shunday joylari bor. Kimsan Robiyani shunday sevadi. Sevgani uchun Robiya yig'lab turgan paytda kichkina barmog'i bilan uni ko'z yoshlarini artgisi keladi, lekin shunga ham qo'li qaltiraydi. Ya'ni men bu orqali anglaganmanki, haqiqiy sevgan inson kichkina barmog'ini ham tekkiza olmaydi-da, sevgan ayoliga. Sevgan qizi уже patyalandi, urusha gitchak. Urusha gitchakda dotalla gitma deb yig'laydi-dan. Robiya gitma urusha. Opasi akasi yig'laydi. Axir 7 baladan keyin Durgan birgina o'g'ladi u kimsa. Nani? Qoram meni. Keyin shunda Robiya gitmang deb yig'lan vaqti ichi-ichidan kichkina barmoq bilan yoshini ortsa, kimsanni dedi, qo'li shunday titradi dedi. Sovuqqa chididi, chidog'oncha chididi. Kerak bo'lsa qo'limdan tutib turgan odam oxirgi martasida bo'lsam, hech bo'lmasa bir xoinni o'zim bilan olib keting deb borguchi bilan tortib ham ketadi. Lekin uni o'ldirgan narsa uyat bo'ladi. Nomus bo'ladi uni o'ldirgan uchun. Bu qo'ldan o'lmaydi. To'g'ri, aslida hamma narsa ruhiyatdan keladi deyiladi. Uni o'ldirgan narsa asli nomus edi-da u yerda. Zo'r. Ish qilib hammasi zo'r. Masalan, o'tgan kunlar ham o'zingiz o'qigansiz-ku, bu ham zo'r. Men o'qimanman, kinosini ko'rganman-dan men hozir endi qiziqdim. Ota-onani hurmat qilish kerak deysiz-ku. Kumushi Zaynab zaharlagan paytda qaynotasi kirib kelgan vaqtda Galillik yodini ochib, yot o'zi 1 daqiqadan keyin jon beradi u. 1 daqiqadan. Jon berish nasinda turgan bo'lsam, arafasida deymizmi uni? Jon berish momentida turgan bo'lsa-da, qaynotasini hurmat etib o'rnidan turjak bo'ladi-da. Galing.
shu o'rnidan turaman degandan keyin bir minutdan keyin o'zi o'lgan. Shu daraja hurmat kuchli. Masalan, juftini shuni yaxshi ko'radi. Juftini nishab hurmat etsa, tanasi bilan ham shuni nani saqlaydi. Faqat u kundoshini yomon ko'radi. Kundoshi bilan kelishmaydi. Aslida nani yomon ko'ramiz-ku, Zaynabni. Lekin Zaynab ham yomon ko'rib bilamiz. Zaynab o'rnida boshqa bir ayol bo'lganda u ham shu ish etgan bo'lar edi balki. Shu vaqtida. Asli Zaynab ham yomon ko'rib bo'lmaydi edi-da. Lekin uni yig'latadigan yer shu. Assalomu alaykum otajon deb o'rnidan turjak bo'ladi. Lekin o'sha zahar butun tanasina yayilgan bo'ladi. Adabiyotshunaslar o'zi ham ko'pincha sho'rini aytadi uni. Undan boshqa ham lekin motivatsiya beradigan yerlardim ko'p. O'zini o'qish kerak. Kinolar ochib bermaydi. Kinolarda dokuma ko'p. Kinochi o'zini yo'nalishida bo'rttiradi-da uni. Asrga tatigulik kun romanida do'stlarni bir-biriga hatto vafot etgandan keyin ham bergan va'dasini ustidan chiqish uchun harakat etganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ya'ni Qazankop bilan Edigey Bo'ronli bir-birisi bilan kelishadi. Mabodo qaysi birimiz oldin o'lsak, ona bayt qabristonga dafn qilamiz. Kim birinchi o'lsa, uzoq bo'lsa ham olib boramiz sho'ra. Asli yer 3000 kilometr bo'ladi. Va birinchi shu Qazankop o'ladi, Edigey Bo'ronli esa va'dasini vafo etib, Qazankopni aytilgan joyga dafn qiladi. Hatto o'g'li bunga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lsa ham, otasini qilgan vasiyati unga ahamiyatsiz bo'lib turgan bo'lsa ham, do'sti bilan kelishgan va'daga amal qilgan holda uni ona bayt qabristoniga olib borib dafn qiladi. Shunda va'da bergan bo'ladilar. Sizni Sobitcha aytadi, "Boy, o'lgan odamning farqi bor. Yotavermayman, u poyezd o'tib qaytadigan yerda hamda taqir-tuqir eshitib" deydi. Yo'qmen turgan bo'lsa ketaver, sen uchun bir qism to'proq o'zlarimiz tashlab qo'yamiz deydi. Ya'ni bu yerda asli Sobitchan mankurt edi u. Mankurtni zamonaviy ko'rinishi edi. O'zini ota-onasini unutib qo'ygan, ota-onasi uchun yaxshilik qilishni o'lqini bilmaydi on, lekin otasi uning uchun maktabga даже 5 kilometr uzoqda bo'ladi, piyoda bolasini orqasini oqashtirib olib borib kelgan bo'ladi yoshligida. U esa oxirgi manzili ota-onasini vasiyatini quloq solmay oxirgi manzilga olib borishicha qiynalgan joylari dim ta'sirli berilgan. Zo'r berilgan. Hammasi axloq bilan bog'liq narsalar ekan. Va'da vafo qilish. Ular kelishgan bo'ladi jo'rasi bilan. Sen birinchi o'lasan, men birinchi o'lamizmi? Ona bayta dafn etgayli. Ina ular уже shu yoshga yetmadilar. Qo'ysang, hali o'limimiz, bunning dami degan gap aytmaydilar. Bo'ldi. Tamam, va'da berdikmi? Bajaramiz shuni deb kelishadilar. Bu vaqtida tuyada necha kunda borish kerak bo'lgan-ku o'lisini. Edigey Bo'ronli va'dasini vafo etib qoronar tuyani deydi, go'yoki to'ya chiqacaqdin bezantirib do'stini shuni dafn etib keldi deydi. Oxirgi manzilni kuzatib qo'ydi deydi. Matlub aka, mana siz bilan podkastimiz uchun ajratilgan vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan suhbatimiz samimiy bo'lganidan xursandman, lekin siz baribir bugun biroz ramkaga kirdingiz, kameraga unchalik o'rganmaganingiz uchun. Chunki siz bilan o'z alohida suhbatlarimiz juda ham kuchli boradi, bilasiz. Keyingi safar ana shu muvaffaqiyatlaringizni qutlab, yana biroz kameraga ochilib, qo'rquvlaringizni, biroz hayajonlaringizni yengganingizda yanada bundan ham ko'proq narsalarni ayollarga ulashishimizga chin dilimdan ishonaman. Sizga kattakon rahmat ayollarga bergan motivatsiyangiz uchun. O'zim ham hozir sizni hikoyalaringizdan ko'p narsa olib qoldim va sizni qo'rqmasdan hamma tanishlarimga to'g'risi tavsiya qilgan bo'lardim. Sizlarda ham qizingizni, o'g'lingizni yoki o'zingiz o'qish istagingiz bo'lsa, bilasizmi, men uchun auditoriyamning ishonchi juda ham bebaho turadi, ya'ni qimmat demayman, bebaho turadi. Instagramda ham menga reklama bo'yicha murojaat qilishsa, to'g'risi olgim kelmaydi. Chunki hozir menga baribir yaxshi tomoni ko'rsatiladi. Ertaga mendan borgan insonga ham shu narsa ko'rsatiladimi degan maqsadda, to'g'risi men bloger emasman, uzr deb har doim reklamalarni atkaz qilishga harakat qilaman. Ya'ni o'zim samimiy, o'zim ishlaydigan odamlar bo'lsa tavsiya qilib o'tishi mumkin. Aslida bizda ham to'g'risi reklamalar olinmaydi va shuning uchun ham sizlarning ishonchingiz men uchun juda ham bebaho narsa hisoblanadi. Ana shu ishonchlaringizni oqlash maqsadida va menga ko'plab qizlar menda moddiy tomondan nima yo'q, daromadim yo'q, juftim bermaydi, ota-onam bermaydi kabilida ko'p murojaatlar bo'ladi. Agar sizlar uchun ana shunday qiziqarli ma'lumotlar va ilmlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizni YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Bundan bu yog'iga YouTube kanalimiz orqali ham sizlarga chiroyli bilimlar ulashib borishga, hayotda o'z o'rningizni topishga yordam beradigan motivatsiya deysiz-ku, ana shularni ulashib borishga harakat qilmoqchimiz va buni maqsad qildik.
marketing bo'limimizga ham bu uchun minnatdorchilik bildiramiz, chunki bu fikrni bizga ular olib kirishdi. Har doim eringanman, to'g'risi. Yozing, olib chiqing deyishsa, mana endi mana shu yo'l orqali sizlar bilan ko'proq, yanada yaqinroq, samimiy munosabatda bo'lishga qaror qildik. Buning uchun albatta siz ham o'z yordamingizni ayamang. Agar hayotda qiynalayotgan, xafa bo'lgan tanishlaringiz bo'lsa, albatta bu podkastimizni ular bilan ham bo'lishib qo'ying. Agar zarra qadar o'zlariga foyda oladigan bo'lsalar, bilasizki, hadisda aytiladi, bir ishni qilishga sababchi bo'lish ham ana shu savobni qilgan bilan barobardir deyiladi. Kimdir mana shu qaysidir ayol o'ziga zarra qadar nimadir olsa ham, albatta biz bundan xursand bo'lamiz. Uzr so'raymiz, Matluba opamiz, Matluba akamiz, endi Xorazmchada, bitta Xorazmcha, bitta Shevada ketdik. Iltimos qilardikki, millat bo'lmang. Ya'ni Xorazmcha gapiring, Toshkentcha gapiring, u yoq qiling, millat bo'lmang. Ma'noga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Zotan bo'linishlar sababli yer yuzida o'limlar bo'lmoqda. Bo'linishlar sababli urushlar bo'lmoqda. Ular ham bizning ichki dunyomizni aks aslida bunday olib qaraydigan bo'lsangiz. Shuning uchun men hozirgi kunda iloji boricha insonlarni, vaziyatlarni, ilmlarni bo'lmaslikka harakat qilaman. Buni menga kerak joyi qayerda deb olishga harakat qilaman asosan. Sizlarga inshaalloh bundan keyin ham rivojlangan ilm egalarini tanishtirib, ular bilan fikr almashib, ilm ulashishga harakat qilamiz. So'zimning yakuni sifatida bugungi mehmonimiz Matluba ustozni, bilasizki, ishonchingiz men uchun bebaho dedim, ya'ni baholab bo'lmaydi. Matluba ustozimizni o'zlarini onlayn va offlayn kurslari mavjud. Qo'rqmasdan bemalol, bu joyimiz o'zi reklama uchun emas, o'zim samimiy yaxshi ko'rganim uchun, bu ayolni yaqindan taniganim uchun. Hozir siz bularni ramka ortida ko'rsangiz edi, hozir ramka bor bu yerda. Uni ortida ko'rsangiz, bular juda ham ilmga boy ayollarda. 15 yillik tajriba bu ozmuncha tajriba emas. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim, bemalol qo'rqmasdan bizni tavsiyamiz bilan ularga, agar ona tili adabiyot bo'yicha sizga bilimlar va o'qishga tayyorlov, qandaydir kurslar kerakli bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ekranlarimizda yozib qoldiramiz raqamlar va Instagram tarmoqlarini. Ana shu tarmoqlar orqali bemalol bog'lanib bilimlarni olishingiz mumkin. Albatta sizga yoqadi va mendan minnatdor bo'lishingizga samimiy ishonaman. Sizga ham katta rahmat. Va hayotda bu darajaga o'nib o'sishimga sizni ham juda katta hissangiz bor. Men bu uchun sizga bir umr rahmat aytaman. Sizni yaxshi ko'raman Alloh uchun. Faqat ustozim emas, opam deydi, singlim deydi. Ba'zi paytlarda onamday mehribonsiz, hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.